Agar Ilya Topuria bilan Islam Makhachev rostdan ham oktagonga chiqsa, bu jang UFC tarixidagi eng katta to'qnashuvlardan biri bo'lishi mumkin. Topuria aytayapti, bitta zarba va sen uxlab qolasan. Makhachev esa javob berdi, kerak bo'lsa Oq uyda ham jang qilaman. So'nggi paytlarda ikkala jangchi ham bu ehtimoliy jang haqida o'z fikrini ochiq ayta boshladi. Biri o'ziga juda ishonyapti, ikkinchisi esa tayyorligini ko'rsatmoqda. Demak, savol bitta: kim haq, kim yiqiladi, kim chempion bo'lib qoladi? Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Oxirigacha ko'ring. Haqiqiy jang tahlili aynan shu videoda. Demak, biz boshladik. Ilya Topuria shuni aytayaptiki, Islam Makhachev oldin jang qilgan raqiblariga u o'xshamaydi. Ya'ni Topuria ochiqchasiga shuni demoqda: "Men sen yenggan raqiblaring emasman. Menga qarshi jang boshqacha bo'ladi." Ilyaning gaplari: "Bu hamma ko'rishni istagan jang, lekin negadir u buni qabul qilmaydi. Garchi u juda ko'p gapirsa ham, minglab kilometr uzoqlikdan turib men bilan gaplashish va tanqid qilish juda oson. Lekin men bilan 8 burchakda bo'lganingda, men Jack Della Maddalena emasligimni, Dan Hooker emasligimni va sen jang qilgan barcha yigitlar emasligimni tushuna boshlaysan. Men butunlay boshqacha odamman va men senga o'sha o'ng qo'limni qo'yganimda juda uzoq uxlayotganingni ko'rasan", dedi Ilya Topuria. O'tgan hafta Ilya Topuria sobiq rafiqasi bilan bo'lgan nizoni sudda hal qilgani va mashg'ulotlarga qayta boshlaganini, xabarlarga ko'ra 14-iyun kuni Oq uyda bo'lib o'tadigan UFC tadbirida oktagonga qaytishni rejalashtirayotganini va u yerda Makhachevga qarshi jang qilishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Agar tashkilot Ilya uning keyingi raqibi bo'lishi kerak deb qaror qilsa, Islam Ilya Topuriyaga qarshi o'z chempionlik kamarini himoya qilishga tayyor. Shu bilan birga Islam 14-iyun kuni Oq uy yaqinida bo'lib o'tadigan bayramona turnirda ishtirok etishdan bosh tortmasligini aniq aytdi. Uning gaplari: "Menga bu g'oya yoqdi. Agar UFC buni xohlasa va ko'plab MMA muxlislari bu jangni ko'rishni xohlasalar, men tayyorman. Oq uy men keyingi jangimni o'tkazishim mumkin bo'lgan arenalardan biri. Ramazon oyi yaqinlashib kelmoqda va men bir oy davomida mashq qilmayman va shundan so'ng men asta-sekin mashg'ulotlarimni boshlayman va Oq uy turnirida yoki boshqa bir sanada ishtirok etishga tayyor bo'laman", dedi Islam Makhachev. Makhachevning so'zlariga ko'ra, u o'zini faqat Topuria bilan cheklamayapti va liga unga qarshi qo'ygan har qanday odam bilan jang qilmoqchi. "Mening divizionimda chempionlik uchun kurashishga loyiq bo'lgan ko'plab da'vogarlar bor va menga UFC'da yangi gol berilishi kerak. Shuning uchun men shunchaki kutyapman", deb tushuntirdi Islam Makhachev. Avvalroq Dana White Amerika mustaqilligining 250 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri uchun karta shu hafta oxiriga qadar shakllantirilishini e'lon qilgan edi. Aytganimdek, hozir UFC'da eng katta to'qnashuvlar shular: Islam Makhachev, Ilya Topuria, Justin Gaethje, Max va Oliveira jang g'olibiga qarshi, Jon Jones va Alex Pereira. Bu UFC'ning yangi davri. Agar Makhachev Topuriani bo'g'ib, o'z uslubida yengsa, shunda hamma savollarga javob topiladi. Islamning asosiy quroli va kuchli tomonlari juda aqlli jang qiladi, eng kuchli grappling, bosimni yaxshi ushlab turadi, katta janglarda yo'qolmaydi. Agar Islam tezda yiqitsa, yerga olib tushsa, nazorat qilsa, 80% holatda submission yoki ochko bilan yutadi. Ilya Topuria qanday yutishi mumkin? Ilyaning eng katta kuchi juda kuchli zarba, tezlik, aniq urish, qo'rqmay hujum qilish. Agar Ilya jangni tik holatda ushlab tursa, klinch bermasa, masofani saqlasa, u nokaut bilan yutishi mumkin. Real tahlil: kim bu jangda favorit? Islam yutish ehtimoli 65-70%, Ilyaniki esa 30-35. Nega? Chunki Islam to'liq MMA ustasi. Ilya asosan striker. Katta jang tajribasi Islamda ko'proq. Menimcha agar jang 2 raunddan o'tsa, Islam yutadi. Agar 1 raundda zarba tegsa, Ilya portlatishi mumkin. Ushbu ehtimoliy jang va video haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Barchasini o'qiyman, birgalikda tahlil qilamiz. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida ertangi roliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.